Sof isitish kotlovlari jamoasi navbatdagi mijozimiz Sho'rbuloq mahallasida Olimxon akamiz uylarida isitish tizimlarini o'rnatyapmiz. Bu uyimiz mana 2-qavati. Zinadan ko'tarilganda holi. Tepaga 30 ga 120 batareya, panelli batareyalarni o'rnatyapmiz. Mana holga 2 ta qo'yilgan. Arka deraza tagiga qo'yilgan. Ichkarida xonalarimizni ko'rsatamiz. Bu xonamizga mana bitta batareya qo'yilgan. Bu yoqda mana 2 ta детский xona. Bu yerga ham bitta panelli batareya o'rnaydi. Bu yana bitta детский xonamiz. Bu yerda deraza tagiga bitta panelli batareya o'rnaydi. Ash yerda kelaversin buni Siroj. Bayitdan Kichkina sanuzeli bu yerga shu 30 ga birlik panelli batareyadan o'rnatamiz. Bu xonadonimiz umumiy yashash maydoni 440 kvadrat chiqyapti, 2 qavat. Pastki qavatimizda общий 4 ta batareya qo'yilgan, 40 kvadrat bilan oshxonasida to'pol qilingan. Tepada mana hol bilan 3 ta xonada batareya qo'yildi. Bu xonadonimizga mana Optima avtomat bunkerli kotlovimizdan o'rnatdik. Hozir tepada montajlar ketyapti. Xudo xolasa montajlarimiz tugagandan keyin kotlovimizni yoqib ishlash jarayonlarini ko'rsatamiz. Kimga shunaqa kotlovlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Yetkazib berish bepul.